Yükselen davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Endiki mavzu. Bugün çizsaq 2021 yılı 12. ayının 2. günü vatandaş. Endiki mavzu. Cumhur'un tehdidi aldıda Litva Cumhuriyeti siyaset sahası dailleri qat'ilik bilen şundaq dedi ki, herkes tiz bitmeymiz. Mavzulu xabar 12. ayının 1. günü Amerika avazının Xitay til programması ilan qılındı xabar. Bunda başladı. Baltık boyidagi küçük bir devlet. Cumhur'un tehdidi aldıda kökrak kirip oturğu çıkıp, dünyavi zorbalarının oldunqı sepini rədd qılıp, Cumhur üçün en nazik Tayvan meselesi de Cumhur'a sızıp çıkan nurgun kızıl sızıqlarını dəslep ötdü. Cumhur teşebbüs qılğan Otur Şərq Avropa 17'ge bir qoşulğan panksiyadan avval çekinip çıqqandan keyin Litva Cumhuriyeti yakında yana Tayvan'dan Vilnius'ta Litva'nın paytaxtı Vilnius'ta vakalatxana qurishini planladı. Vakalatxana qurdi. Ruxsat qildi. Litva o'zini kelar yili Tayvanda vakalatxana qurishni planladı. Beycan'ın nazarda bu yaş xalqaro jamiyatda qasddan bir jungo bir Tayvan paydo qilganlik bo'lib, nihoyat yomon o'lgu tiklab berganlik bo'lib hisoblanadi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining material torbitining oshkorlashicha, Tayvanning dunyo bo'yicha 200 davlatda konsul organi yo'q. Her xil iş başqurush o'rni iqtisod, madaniyat vakolatxonasi ismlarning oldida Taybi degan ikki xatni ishlatadi har qaysi davlatlar. Faqat Litva Cumhuriyetining Tayvanda turishliq ish başqurush o'rni Tayvan degan ismni ishlatadi. Bu ism hem Litva'nın Tayvan'da turuşluq iş başqurush o'rni deb tevishga osdi. Beijing uchun aytganda faqat Litvan qattiq zarba berganda Cumhur'ning maydoni xalqaro jamiyatning tushunishida ilgirlash bo'ladi. Shunda qilgandilar Litvaning xalqaro jamiyatda o'lga tiklash unimidan saqlanğalı bo'ladi. Düşenbe günü Litva qatarlıq Baltık boyidagi 3 davlat parlament a'zolari Tayvanni ziyorat qilgan bir paytda Cumhur 11. ayının 28. günü 27 dana harbiy aeroplan chiqarib havoga Tayvanni parokanda qildi va Tayvan bo'g'ozi osmida tunji qatim harbiy aeroplanga mayqachalash mashq qilib bordi. Tayvan'ı ziyaret qilgan Litva parlament vakillar umigining a'zosi, parlament Tayvan do'stligining raisi Matas Maldekin haftaning 1. günü Twitter'da mundaq ko'rsatdi. Cumhur bizning qo'rqishimizni umid qilyapti. Lekin Litva demokratiyani qo'g'dashdi, hech nimadan qo'rqmaydi. Biz Baltık bo'yidagi davlatlar birlikda Tayvanning atrofida zich ittifoqlashib zo'ravon hokimiyatga, ya'ni Cumhurga qarshi turamiz. Maltas Amerika ovoziga mundaq dedi. Vilniusdan Litvaning poytaxti Cumhur masalasidagi maydoni Litva xalqining keng ko'lamda qo'llashiga erishdi. Litva xalq uchun aytganda bu hokimiyatning mohiyatli kishilik huquq tajovuz qilishi qabul qilg'ili bo'lmaydi. Kommunistlar hukmronligi ostida yashashni biz hozirgacha unutib qolmadik.